biz shu o'ringa nima so'zni qo'yyapmiz? Daraxt so'zini. Daraxt yaprog'i bilan ko'rkam. Ana endi bizga odamni rasmini qo'yibdi. Odam mehnati bilan. Endi mana shu daraxt va odam so'zini qaysi so'z bilan almashtirish mumkin? Daraxt va odam so'ziga ma'nosi yaqin bo'lgan, bir-birini o'rnida ishlatib bo'ladigan so'z kim topa oladi? Odam bilan. Inson so'zini qo'yishimiz mumkin, ma'nosi o'zgarmaydi. Odam mehnati bilan, inson mehnati bilan. Endi daraxt so'zigacha xuddi shunday so'z o'rniga qo'yishimiz mumkin. O'simlik desak to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, chunki o'simlik desak hamma o'tlarga kirib ketadi. Bu daraxt. Nima deyishimiz mumkin? Daraxtni kichkinasi sizday kichkinagina bo'lganini nima deyishimiz mumkin? Ko'chat desak, ko'chat yaprog'i bilan ko'rkam desak yoki nihol yaprog'i bilan ko'rkam. Inson mehnati bilan desak bo'ladimi? Bo'ladi. Chunki o'rniga qo'llaniladigan so'z.